Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari. Bugun sizlar bilan ko'pchilik so'ragan salarkali motobloklarda 9, 7 ot kuchlilarni narxlarini sizlarga tanishtirib o'tkazamiz. Videoni avvaliga like, podpiskani bosib qo'yib, ko'rsatishda davom etamiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz hammasi haqida to'liq ma'lumot beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringizlar, keyin bemalol telefon qilsalar. Ko'pchilik videoni oxirigacha ko'rmaydi, tushunmas telefon qiladigan ko'rmaydi. Men ko'rib turgan narsangizni keyin yana so'rashadi. Bunaqasi bor. Men ko'ryapsiz, haqiqatan mana shu ot kuchi, keyin telefon qilasizlar, iloji bo'lsa. Birdan ko'pchilik telefon qiladi, tushunmas. O'zi ham tushunmay qoladi misol. Keyin men ham tushunmayman. Bu yerda bizda ko'plab turdagi motobloklar bor-da, misol siz qaysini so'rayapsiz, nimani so'rayapsiz, shu haqida ma'lumot bermaysizlar, shuna telefon qilib, ya'ni shu motoblog'ingiz necha bo'ladi? 7 ot kuchli desangiz, 7 ot kuchli turi ko'p bizda. 10 tur, 15, 16, 20 xiliga yaqini bor eng kam. 20 xiliga mavjud. Bugungi videomiz esa ko'pchilik so'ragan 9 ot kuchi, 7 ot kuchi, 17 ot kuchi salarkali motobloklar haqida bo'ladi. Endi bo'lsa boshlaylik. 9 ot kuchi motoblogimizda salarkaligimizda korobka qismlari katta qilib ishlangan. Baquvvat bu 7 ga 9 emas, yo 7 motor bo'lib 9 korobka emas, yoxud 9 motor bo'lib 7 korobka emas, qalin o'qlardan qo'yilgan. Balonlari ham 5.2. Mana balonlari ham 5.2 balon, shiroki katta balonlardan qo'yilgan. Motori 178 motorlardan jihozlangan bo'ladi. Motorlariga bo'lishi mumkin emas, sifatlari yaxshi chiqqan, narxi juda arzon. Videoni oxirigacha ko'rsangiz aytaman. Narxi siz o'ylagan narxlarda emas. Ochiq aytaman, siz o'ylagan narxda emas buni narxi. Oxirigacha ko'rsangiz aytaman. O'qlari ham juda katta, baquvvat chiqqan, frezerlari ham juda zo'r. 4 qatordan 8 qator frezer bo'ladi. 5 qatorli emas, afsuski, lekin 4 qator bo'lsa ham bemalol 5-qator qo'yib xohlasangiz ishlatsangiz bo'ladi. Baklari 5 litrli baklardan jihozlangan bo'ladi. Yoqilg'i turi salarkada yonadi. Tortmada, yarimta tortmada zavod bo'ladi, statorli varianti emas. Narxiga keladigan bo'lsak, siz uchun qadrli obunachilarimiz uchun buni narxini atigi siz uchun 6 million so'm qilib beramiz. Faqat biz qadrli obunachilarimiz uchun. Salarkali 7 ot kuchi so'raganlarga salarkali 173F. Bular EcoM eski mol emas. Ko'pchilik aytish mumkin, eski mol bo'lgani uchun arzon sotishyapti. Yo'q, eski mol emas. Bular hammasi yangi mol hisoblanadi. Mana. Hammasi yangi mol. Bu yerda birontasi eski emas, yo asatgan mol emas. Narxi juda arzon, faqat bizda qadrli obunachilarimiz uchun. Salarkali 173 motorligi esa siz uchun, imенно sizlar uchun narxi 4 million so'mga qilib beramiz. 7 ot kuchi salarkali. Yaxshilab eslab qoling, salarkali 7 ot kuchi 4 million so'm. Siz uchun balon hech qanday kichkina emas, turgun katta balonlardan qo'yilgan hisoblanadi. Mana balonlari ham turgun. Mana hech qanday eski mol emas, yo asatga qolib ketgan emas, 2025-06-04 yangi mol hisoblanadi. Narxi esa 4 million so'm. Salarkali 17 ot kuchi, 13 ot kuchi Orient firmasini so'raganlarga 13 ot kuchi 188 motor Orient statorli varianti hisoblanadi. Kapot, faralar qo'yilgan, balonlari katta 5.2 balon, frezer 5 qatordan jihozlangan bo'ladi. Narxi faqat siz uchun 8,5 million so'm. Undan kami ko'tarmaydi. Soni juda cheklangan. O'zi qolgan bo'lsa 5 yo 6 dona qoldi. Shoshilinglar, ertaga ulgurib qolmadan demasliklaringiz uchun. 10 ot kuchi salarkali so'raganlarga esa atiga 7 million 600 ming so'mga qilib beramiz. 17 ot kuchi TH xohlaganlarga satellitli, xohlaganlarga pachimli oddiy varianti. Satellitligini 9 million qilib beramiz. Oddiy variantini esa siz uchun atiga 8,5 million so'mga rol uzunini qilib beramiz. Rol kaltasi juda arzon. 8 million so'm, yana kelishtirib beramiz rol kaltasini shuni. Kimga qolgan turdagi motobloklar narxlariga qiziq bo'layotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib kirsalaringiz, hammasi haqida to'liq video qo'yganmiz. Like, podpiskani bosib kirib ko'rsalaringiz, hammasi narxi bor. Jonlaringiz sog' bo'lsin.